Agar siz kuch va tezlikni ishqibozib boradigan bo'lsangiz, sizlarga mos keladigan bitta mashinani ko'rsataman. Ungacha fikringizni kommentda yozinglar, qaysi mashina deb o'ylaysizlar. Siz so'ragan talablarga javob beradigan, ya'ni kuch va tezlikni bera oladigan avtomashina aynan mana shu Kia K5 mashinasi bo'ladi. Kia K5 mashinalarimizda 1.5 turbinali varianti bor, 2 turbinali varianti bor. Xo'p, 1.5 turbinali mashinalarimizda 170 ta ot kuchi bo'ladi, 2 turbinali mashinalarimizda esa 240 ta ot kuchi bo'ladi. Bundan tashqari, aynan bu mashinalarga biz hech qanaqa foiz qo'shmasdan muddatli to'lovga ham qilib beramiz. Xo'p, boshlang'ich to'lov qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsanglar, boshlang'ich to'lovi eng kam 30% dan boshlanib 60% gacha bo'ladi. Aynan siz boshlang'ich qancha to'lov qilishingizga qarab 24 oydan 48 oygacha muddatli to'lovga xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni siz bunda boshlang'ich to'lovda 30% qilishingiz, 50% qilishingiz yoki 60% qilishingizga qarab o'zining muddatlari bor. O'sha muddatlari davomida mashinani o'zining tan narxini bo'lib berasiz. Agar sizga aynan mana shu K5 mashinalarining to'lov grafiklari qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada K5 deb yozib ketadigan bo'lsanglar, biz sizlarga grafiklarini tashlab beramiz. Bundan tashqari, agar ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, pastdagi telefon raqamlariga ham qo'ng'iroq qilib, bemalol ma'lumot olishingiz mumkin.